Assalomu alaykum hammaga. Mana bizga navbatdagi Cobalt mashinamiz kelgan. Bunda ham xuddi o'sha klapan muammosi. Hozir birgalikda tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringdek, bunda ham xuddi shu muammo, klapanlari qisib qolgan. Hozir buni galobkasini ko'tarmasdan tepasidan chaqlab, chiroyli qilib ishlarini bitkazamiz. Issiqda bunaqa issiq ishlar zo'r ketyapti lekin. Motorimizda ham ahvol ozgina chatoqroq. Hop, ichlari qorayib qolgan ozgina. Sizlarga pastda ko'rsatilgan GT Cruiser hamda Vitex moylarini tavsiya qilamiz. Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan ikkalasi ham. Barcha mavsumga mos moylari bor. Tamam. Mana mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib ishlaringizni bitkazib beramiz.